Mani ismim Amina Halol emas. Qadrli kuzatuvchilarim, men Nazira Rasulovaman. Bunday reklamalar chiqsa, iltimos ishonmanglar, bularda hammasi yolg'on. Mani videolarimdan, rasmlarimdan, barchasidan mendan beruxsat olgan ravishda pulingizni ko'paytirib beramiz, 500 ming deb 5 million qilib beramiz deb odamlarni aldab, pulini olishyapti. Assalomu alaykum. Mana ko'rib turganingizdek, halol va qonuniy ishlayman. Menga birov haqqi kerak emas. Xudoga shukr, 3 ta bolam bor, baxtini o'ylayman. Haromli menga sizga to'g'ri kelmaydi. Axir biz musulmonmiz-ku. Aslida to'g'ri, bunga sabab odamlarning o'zi. Shu qayerdagi safsatalarga, ertaklarga ishonib, shuncha pulga tushib qolishyapti. O'zim ham hayronman. Topsangiz bo'lmaydimi? Ustilardan yozib bersangiz bo'lmaydimi deb hamma yozyapti. Qizlar, men shuni qilmasmidim. Ular hozir qidiruvda. Agar rostdan men bo'lganimda, hozir men ozodlikda yurmasdim. Sababi uni ustidan ariza juda ham ko'p. U odamlar chet elda yashaydi. Hech qachon siz pulingizni qaytarib ola olmaysiz. Shu masalada juda ham charchadim, juda ham jonimga tegdi. Oxiri yana ogohlantirib, yana bitta video chiqaryapman. Iltimos ogoh bo'linglar. Shunaqa reklamalar chiqsa, imkon qadar o'sha videoga spam bosinglar. Hammalaringga rahmat. Videoni imkon qadar tarqatib yuborishga yordam berasizlar degan umiddaman.